Alaq qilib choyxonalarda tayyorlanadigan choyxona palovini uy sharoitida tayyorlasa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib ishimizni piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Piyoz har doimgidan ko'ra choyxona palovida yirikroq to'g'ralanadi. Yirikroq to'g'ralishdan maqsad bu piyoz oshga rang beruvchi vazifasini bajaradi. Kuyib ketmasligi uchun yirikroq olamiz. Undan keyin dumbamizni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Har doim jizzadek, iloji boricha bir tekisda to'g'raymiz. Har xil kuyib ketmasligi uchun. Keyingisi go'shtimizni choyxona palovida har doim qo'yni oldi qo'l sonidan foydalanamiz. Chunki bu go'shtimizni jazdan sal yirikroq to'g'raymiz. Chunki oshimizni sal uzoqroq qaynagani sababli ezilib ketmasligi uchun. Keyingi to'g'raydigan narsamiz sabzi. Sabzimizni ikki xil ishlatamiz. Qizil va sariq sabzi ishlatamiz. Sariq sabzimizni shu ko'rganingdek somon shaklida sal yirikroq qilib to'g'raymiz. Qizil sabzimizni shodigul, ya'ni kubik shaklida. Bu shodigul to'g'rashimizdan maqsad osh suzilganda kubik bo'lib, ajralib chiroyli bo'lib turadi. Mahsulotlarimizni to'g'rab oldik. Qozonimizga balon olov yoqamiz. Dumbamizni eritib, jizza qilib olamiz. Jizzani o'zingizning tabiiyligiga qarab qovurib olaverasizlar. Jizzalarimizni ko'tarib oldik. O'z jizzamizdan chiqqan yog'ga piyozimizni solib, sal to'qroq qilib qovuramiz. Chunki oshimizga rang beradigan piyozimiz bo'ladi. Piyozimizni qizartirib olganimizdan keyin go'shtimizni solamiz. Go'shtimizni ham 10-15 daqiqa qovuramiz. Go'shtimizga ozroq tuz beramiz. Go'shtimizni tuz berganimizdan keyin sabzimizni solamiz. Sabzimizni ikkiga bo'lib olamiz. Birinchi yarmini 15 daqiqa qovuramiz. Sabzi o'lishi kerak. U sabzi bo'shashib qolgandan keyin sabzimizni ham ikkinchi yarmini solamiz. 5-6 daqiqa qovuramiz. Ozgina tuz beramiz. Bu sabzimizni ko'nguncha suv solamiz. Suvimizni ustidan ozgina zira, chesnok, gandori tapga qo'ya solasizlar. 40 daqiqa 1 soat oralig'ida qaynaydi. Ziragimiz qaynab chiqdi. Guruchimizni uchta bosqichda damlaymiz. Guruchimizni solgandan keyin tuz sepib olamiz. Guruchimizga 10 daqiqaga damlab qo'yamiz. 10 daqiqadan keyin guruchni ochib, yaxshilab ustma-ustiga qilib aralashtiramiz va yana ikkinchi bosqichda yana 10 daqiqa damlab qo'yamiz. 10 daqiqadan keyin xuddi yana o'sha jarayon usti-ostiga aylantiramiz. 3-jarayonda guruchni o'rtaga to'plab, ustiga zirasini sepib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz va oshimiz chiroyli machoq holatda tayyor bo'ladi. Mana choyxona palovimiz ham tayyor bo'ldi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.